2 million so'mga iPhone sotib olish solisizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Qarang, men sizlarga bugun idealniy bo'lgan smartfonlarni terib, yig'ishtirib olib keldim. Ozgina bo'lgan iPhone hamda S flagman modellar narxlari o'ta ham arzon, bomba narx taqib beramiz. Bunda biz videoni boshladik. Xo'p, S25 H degan smartfonimiz idealniy holatda, e'tibor qilinglar. Juda ham ingichka 17 Air ga o'xshagan holatlari haqiqatda ideal, xuddiki yangidek bo'lgan 12 ga 256, 12 ga 512. Xo'p, 3900 match bilan jihozlangan, plus eSIMlari ham o'tgan. Buni narxini men sizlarga $605 narxi beraman. Farqi yo'q, 512, 256 tanlovchilarda. Keyingi smartfonlarimiz S25 Ultra 12 ga 512 hamda 12 ga 256 smartfonga baho beringlar. Idealniy saksiyada turibdi. Holatlari zo'r. 12 ga 256. E'tibor qilinglar. Smartfon idealniy holatda. 5000 mAh bilan jihozlangan, plus eSIMlari ham o'tgan. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz mutlaqo bepul bo'ladi. Men buni sizlarga $800 ga 256 talik, $820 ga 512 talik qilib berishga tayyorman. Pastdagi raqamlarga sirrashni bog'lanib sotib olishlaring mumkin. Bir donagina S24 Ultra smartfonimiz qoldi. Qora svetda o'ta ham seryozni akalar uchun 12 ga 256 5000 mAh bilan jihozlangan. Buni ham plus eSIMlari o'tgan. Bizda har bitta smartfonimizda eSIM o'tgan. Shuning uchun eSIM o'tgan deb aytmasam ham bo'laversa kerak. Qarang, smartfon idealniy holatda, birorta joyida petno nuqtasi yo'q. Xo'p, buni narxini men sizlarga chegirma narxda $620 qilib beraman. $620. Eslab qolinglar. Pastdagi nomerlarga va pastda ko'rsatilgan Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yishni ham unutmanglar. Telegramda ham har kuni bittadan smartfonni chegirmay qo'yamiz va kun davomida xo'p, smartfonlarda rasmini tashab, narxlarini tashab turamiz. S23 Ultra bir donagina qoldi. Ozginagina petnojalari bor. Shuni hisobiga o'ta ham arzon chiqadi narxi. 530, 540 sotilayotgan bir paytda men buni sizlarga $485 qilib berishga tayyorman. Navbatdagi smartfonimiz S24 Plus smartfoni hisoblanadi. Holatlari idealniy bo'lgan, saksiyasi tiniq bo'lgan, xuddiki yangidek. Har birini birma-bir ko'rsatib o'tamiz, e'tibor qilinglar. 12 ga 256, 4900 mAh bilan jihozlangan bo'ladi. Smartfon shokolad, qaymoq, asal, novvot bemalol xarid qilishlaring mumkin. Buni narxlarini $440 dan bosib olsalaring bo'ladi. Bir donagina S22 Plus smartfonimiz kelgan. Juda ham neobishniy bo'lgan va hammaga birdek yoquvchi oq sveti, e'tibor qilinglar. 8 ga 256 talik, buni narxini $250 qilib beramiz. Note 20 Ultra xohlovchilar uchun 12 ga 256, 4500 mAh bilan jihozlangan, idealniy saksiyada bir donagina kelib qoldi. E'tibor qilinglar smartfonga. Juda ham tiniq, xuddiki yangidek. Buni narxini $275 qilib berishga tayyormiz. E'tibor qilinglar. Taylari, yo'llari. Xo'p, S23F smartfonimiz protsessor jihatdan juda ham kuchli bo'lgan va xuddiki bu ham yangidek, birorta joyida petno, e'tibor qilib ko'rsating. Smartfon haqiqatdan ideal. Yangidek bo'lib turibdi. 8256, 4500 mAh bilan jihozlangan. Buni ham eSIMlari ham o'tgan, ikkita sim kart taqilib bemalol ishlasalaring bo'ladi. Buni narxini men sizlarga $280 narxi beraman. A82 ishqibozlari uchun bir donagina A82 smartfonimiz bor. 6 ga 128, 4500 mAh bilan jihozlangan. Neobishniy oq svetda. Buni narxini $155 qilib beramiz. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Bizni manzilni so'rayotganlar uchun Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar sentrida joylashgan Xonaqoh masjidining ro'parasida joylashgan Islom mobil telefon magazini bo'ladi. Bizdan smartfon sotib olayotganda qanday sotib olaman degan obunachilarimiz uchun ko'p shunaqa SMSlar kelyapti. Oldindan 200 ming so'm klik tashlab berasizlar va smartfonni biz sizlarga aytilgan manzillarga tezkor BTS boshqa orqali chiqarib beramiz va telefon yetib borgandan so'ng telefonni ochib ko'rib, tekshirib, haqiqatda telefon biz aytgandaqa idealniy bo'lsa, qolgan pulni tashlab berasizlar va sizlarga telefon yoqmasa, qaytarib yuborasizlar. Bizda shunaqa shartlari bor. Telefon sizlarga ma'qul kelgandan keyin pul tashlab berasizlar. Shu joyni esa ahamiyat qilib qo'yinglar. Bizda Flip 4 smartfonimiz salafanlar olinmagan, idealniy holatda bo'lib turibdi. 8256, 3700 mAh bilan jihozlangan smartfon bittada ixcham bo'lib qoladi, e'tibor qilinglar. Yo'qdaqa turadi, juda ham ishlatishga qulay. Buni narxini
$230 qilib berishga tayyormiz. Budjetli variantda telefon so'ragan aka-ukalarimiz uchun yana olib kelib qo'ydik. M33 degan smartfonimiz. E'tibor qilinglar. Ozginagina qoldi. Smartfon har birini ko'rsatib o'tishga videomiz cho'zilib ketib qolarkan, ko'rishnasizlar aka-ukalar. Ikkita uchtasini ko'rsataman. Smartfon haqiqatda ideal holatda. Chegirma narxga qo'yib yubordik $100 ni. Dastavkasi ichida bo'ladi. Xohlang telefon purish akalar bo'lsa, Optimga hammasini olinglar. Xohlang foydalanuvchi odam bo'lsangiz, bir donagina oling, $100 dan qilib beramiz. Idealni sassaynadi. Holatlari yaxshi, xudo xolasa. Telegram kanalimizga yozsalar, ingichkana telefonni to'rdala tomoni, orqa oldini video qilib tashlab beramiz. Telefonni ko'rib, ma'qul kelsa xarid qilasizlar. A16 6G128 5G podдержка qiladi. Koreyskiy varianti, bitta sim kartali 5000 mAh bilan jihozlangan. Idealni holatda buni $150 qilib beramiz narxini. A24 5G podдержка qiladi, 5000 mAh bilan jihozlangan. Hop, 6G128 bu ham idealni holatda, hatto salafallari ham olinmagan. Buni narxini xo'p $145 qilib berishga tayyormiz. Navbatdagi smartfonimiz S22 bo'ladi. Juda ham ixcham, kontaktli smartfon hisoblanadi. Narxlari o'ta ham arzon, super narxda. E'tibor qilinglar. Smartfonlarimiz idealni savsiyada turibdi. Holatlari zo'r holatda, birorta joyda petno nuqtasi yo'q. E'tibor qilinglar. 8256. Xo'p, 3700 mAh bilan jihozlangan bo'ladi. Imeykalar afsanni o'tgan bo'ladi. Hech qanaqa root bo'lmagan, bir xilgina root qiladi. Biz esa tovarlarimizni rastamosha qilib olib kelamiz. Imeykalariga afsanni rastamosha qilib pul to'laymiz. Holatlari idealni holatda. Men buni sizlarga xo'p, chegirma narxda $265 qilib berishga tayyorman. Navbatdagi smartfonimiz S22 ning akasi S23. Har bir svetidan bor, xohlagan variantda olsalaring bo'ladi. Tanlovsizlar, e'tibor qilinglar smartfonga. Idealni holatda, birorta joyda petno nuqtasi yo'q. Petno nuqtasi bo'lsa aytib o'tib ketyapman. Onajonlarimiz va opajonlarimiz uchun mos svet. E'tibor qilinglar. 8256 3900 mAh bilan jihozlangan, plus yesimlari ham o'tgan. Va green sveti. Telefon haqiqatda idealni holatda. Xo'p. Hammaga birdek yoquvchi oq, neamishli bo'lgan sveti. Smartfon ideal holatda. Va seryozni akalarimiz uchun black, qora svet. Saksiyanalar zo'r holatda. Buni men sizlarga $335 dan qilib beraman. Navbatdagi smartfonimiz S24. S23 akasi, S22 ning katta akasi. E'tibor qilinglar, smartfon o'ta ham idealni holatda va juda ham neamishli dizaynga ega. Dizayn jihatdan ham juda katta o'zgarish bilan chiqqan. 8 ga 512 talisi ham bor sotuvda. 4000 mAh bilan jihozlangan, plus yesimlari ham o'tgan. Holatlari o'sha aytib o'tganimdek idealni holatda, birorta joyda petno nuqtasi yo'q. Petno nuqtasi bo'lsa, telefonni orqaga vazirot qilib olasizlar. 8256 talik, 4000 mAh. E'tibor qilinglar. Gold svet. Qaymoqqa o'xshab turibdimi? Ko'rib olmasangiz endi bilmadim. Buni narxini $445 dan bosib olsalaring bo'ladi. S25 12256 4000 mAh plus yesim. Svetiga e'tibor qilinglar, juda ham neamishli svet. Holatlari haqiqatda ideal, xuddiki yangidek. Korobkadan ochdim deb hisoblayverasiz. Buni narxi, xo'p, bozor narxi hozirgi kunda korobka yangi dokument olaman desangiz $800, $900 ga yaqin bo'ladi. Men buni sizlarga $560 qilib berishga tayyorman. Xo'p. Endi navbat ozgina bo'lgan iPhone'larimizga keldi. Bizda 16 Pro. Mana zo'r qilmaysanmi qarab turibdi. Neamishli oq svet. 256 92 yonks. Plus yesimlari ham o'tgan, Koreya region holatlari idealni holatda, birorta joyda petno nuqtasi yo'q. $890 ga bosib olsangiz bo'ladi. iPhone 16 ni o'zidan bo'lsin degan akalarimiz uchun seryozni qora sveti. E'tibor qilinglar, yaxshi holatda. Faqat orqasiga chexol izi chiqib qolgan, lekin qolgan joylar idealni. Ko'rinayotgan bo'lsa kerak, mashlarida chexolda izi chiqib qolgan. $650 qilib beramiz, gap yo'q.
660 demadim, 650 dollar. 15 ta o'zini so'ragan akalarimiz uchun limonli velosiped deb beradi. Holatlari yaxshi holatda, birorta joyda ayb yo'q. Shu yerda ozgina tirnalgan. Quluplaydigan joyi, lekin qolgan joylari ideal, zo'r. 465 dollarga bosib olsangiz bo'ladi. iPhone 14 eSIM Amerika region xuddiki yangidek ideal holatda 256 talik 94 yonks. Bu sim karta o'qimaydi, eSIM varianti bo'ladi. O'shaning uchun sal arzonroq yuradi. Men buni sizlarga 485 dollar qilib berishga tayyorman. Dastavkasi ichida O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. iPhone 13 korobkali variantidan degan ko'ramiz uchun korobkali varianti Sera Blue 256 94 yonks holatlari ideal holatda, birorta joyda aybi, nuqsoni yo'q. Sim kartani solasiz. Allo, yaxshimisan, qattasan, ketaverasiz. Ideal. Buni 465 dollar qilib beramiz. 256 talik qora variantidan ham bor. Yaxshi holatda turibdi. Buni ham 465 dollardan qilib beramiz. Endi 128 talik olaman, 256 talik kattalik qiladigan akalarimiz uchun Sera Blue va hamda korobka dokumentlari bor oq sveti. Buni 445 dollardan xarid qilsalaring bo'ladi. Xo'p, 128 talik 78 yonkiz, 128 talik 80 yonkiz. Koreya region imekalar ofitsialniy o'tgan, bemalol xarid qilsalaring bo'ladi. Narxlari o'ta ham arzon narxda. 12 Pro jihozlari uchun 12 Pro bo'lsa olaman deb yurgan aka-ukalarimiz uchun 12 Pro'larimizni olib kelib berganmiz. 2 xil svetidan 4 donagina ulgurib olinglar. Chegirma narxda qilib beramiz. Narxlari o'ta ham arzon narxda bo'ladi. 128 talikasini xo'p 315 dollardan qilib beramiz. Ideal holatda turibdi. Bir ko'rsating. Birorta joyda qilingan joylari yo'q. 315 dollardan va bir donagina 256 talik adashib kelib qolibdi. Buni 330 dollar qilib beramiz. Holatlari ideal holatda. Yonkislari hammasini 291 dan Koreya region plus eSIMlarni ham o'tgan. Endi iPhone 12 ni o'zini olaman deyotgan akalarimiz uchun 2 donagina aniq holatda. Birorta joyda aybi, petnosi yo'q. Haqiqatda ideal bo'lgan 64 yonkiz, 91 yonkiz, 64 xotira Koreya region plus eSIMlari sizlarga bonusga o'tkazib berganmiz. Buni narxini 220 dollardan olsalaring bo'ladi. iPhone 11. E'tibor qilinglar. 128 plus eSIM 71 yonkiz, radnoy ko'tarilmagan o'ziniki holatlari yaxshi holatda turibdi. Buni narxini 240 dollar qilib beramiz. 230 dollar qilib beramiz sizlar uchun. Endi hali boshiga qaytamiz. 2 millionga telefon olishni xohlaganlar iPhone sotib olasizmi degan gapimiz bor edi. 12 mini. E'tibor qilinglar, ideal holatda 128 91 yonkiz Koreya region plus eSIMlarni ham o'tgan. 2 millionga sizga 12 mini kim beradi eSIM o'tganini? Shoshilib olamiz. Bugungi obzorlarimiz shu yerda. Videoga rozi bo'lasiz, oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Kamchiliklar bo'lsa ming bor uzr. Keyingi videolarda xato kamchiliklar to'g'rilashga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling. Bizni Instagram, Telegram va YouTube kanallarimizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Qo'llab-quvvatlang, biz uchun podдержка bo'ladi, motivatsiya bo'ladi.